Assalomu alaykum. Jahon chempionatidan videolarimizni davom ettiramiz. Bugun suhbatdoshimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev. O'zbekiston birinchi o'yinini o'tkazdi. Kolumbiyaga 1-3 hisobida mag'lubiyatga uchradik. Bu biz uchun juda katta tajriba bo'ldi. Zo'r vaziyatlarimiz bo'ldi. Gol o'tkazib olgan holatlarimizda ham buni chetlab o'tsa bo'lardi. Ammo shunday kuchli raqiblarga qarshi og'ir o'yinlar o'tkazishimizni bilgan holda biz mana shu mundialga yo'l olgandik. Nasib qilsa, mana shu o'yindan xulosalar chiqaramiz va keyingi uchrashuvlarni yanada yaxshiroq o'tkazamiz. Pozitiv tomonlar ham bo'ldi. Masalan, mundialdagi birinchi golimiz tarixiy gol, uning muallifi aynan Abbos. Tabriklaymiz gol bilan. Menimcha bir aralash tuyg'ular bo'lsa kerak. Natija uncha yaxshi emas, lekin ko'z tegmasi muxlislarimiz buni normal qabul qilgan holda o'sha yaxshi tomoniga e'tibor berishyapti. Golimizni urdik, birinchi qadamimizni tashlab oldik, u yog'i yaxshi bo'lib ketadi degan mesajlar ko'proq nazarimda. Har holda men ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa yozuvlarga ko'p ko'zim tushyapti. Sizda qanday tuyg'ular mana shu o'yindan keyin? Avvalambor assalomu alaykum. Baribir birinchi o'yin bu narsadan o'tib olishimiz muhim edi deb o'ylayman, chunki baribir xalqimiz shuncha kutgan kun keluvdi. Bu narsani o'yindan oldin futbolchilar ham o'zida juda ham yaxshi his qildi. Baribir hayajon bor edi, to'g'risini aytaman. Даже birinchi taymda bu o'yinimizga ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Lekin o'sha ikkinchi taym atmosferani o'sha his qilib olgandan keyin menimcha o'sha bemalolroq o'ynadik, oldinga chiqishda boshladik. Menimcha bu narsa o'zini oqladi ham deb o'ylayman, chunki birinchi taym uncha oldinga chiqmaganimizga o'yinimiz ham qo'yishmadi, chunki baribir biz faqat himoyalanadigan jamoa emasmizda. Ikkinchi taym sal to'p nazoratini qo'lga kiritgandan keyin baribir bolalarning o'ziga ham sal ishonch kirdi, oldinga o'tishni boshladik va bu o'zini oqladi deb o'ylayman. Lekin baribir birinchi o'yinda bunaqa emotsiyada, bunaqa shuncha uzoq kutilgan kundan keyin bu narsadan o'tib olish juda ham muhim edi va Xudoga shukr tarix yaratildi. Birinchi davra aytib o'tdi-yu, mag'lubiyatga uchragan bo'lsak ham ko'proq ijobiy fikrlarda, izohlarda qaraydigan bo'lsak, hatto bir tanqid qilib turib video joylaganlarning tagida ham noto'g'ri qilding degan munosabatlarni ko'rdikda. Bu nazdimda baribir muxlislar ham, hatto biz ham ozgina xavotirimiz bo'lgan. Nima bo'lar ekan yoki misol yomon tomonni o'ylaysiz-ku, yirik hisob bo'lib ketib qolsa degan xavotir juda ko'pchilikda bo'lganligi uchun voqelik unaqa bo'lmay chiqdi va shunga yarasha munosabat deb o'ylayman. Sizda qanaqa bo'ldi? Chunki men bu yerda intervyu bergan yigitlarning aksari umuman Abdulla ham, ayniqsa Rustam Ashurmatov ham biz qo'rqmaymiz, bosim ham unaqa ta'sir qilmaydi degan gap gapirishdi, lekin boshqa bir futbolchi, endi shart emas kimligi, yoshda shunaqa urishadi, lekin bizda unaqa bo'lmadi. Biz aniq raqibni salobatini his qilib turgandik dedi. Boshidagi o'sha birinchi bo'limdagi uncha ikkinchi bo'limdagi o'ynamaganimizning asosiy sababi jismoniyat emas, balki o'sha psixologiyami? Va sizda qanaqa o'yindan oldin tushib kelish bo'lgan? Qaysi tomondasiz siz? Unaqa xavotirsizmi, boshqami? Endi to'g'risini aytaman, baribir jahon chempionati bu futbolist karyerasi eng katta turnir. Bu yoqqa oddiy jamoalar kelmaydi. Undan tashqari bizning guruhimizdagi jamoalar ham menimcha dunyoning eng kuchli jamoalaridan bittasi. Kolumbiya ham ko'rdingiz. Futbolist o'yin jihatidan ham o'yinchilari ancha kuchli. Lekin baribir bizda bosim yo'q edi. Bosim yo'q bo'lgani bilan ham, lekin baribir jahon chempionati birinchi o'yin, baribir buni salobati bor. Stadion, atmosfera, baribir bu narsa baribir hammaga ta'sir qiladi. Hech kim ayta olmaydi, men hech nimani sezmadim deb. Lekin oldindan haligi o'zini tayyorlash bo'ldimi, balkim shunaqa. Baribir oldindan hamma tayyorlaydi, lekin baribir u stadionga chiqqaningizdan keyin, u atmosferani ko'rgandan keyin baribir
har bitta futbolist hayajonlanadi deb o'ylayman. Chunki baribir birinchi o'yinimiz bizda shuncha kutganmiz. Lekin bu narsa qo'rquv emas. Yaxshi tomondan emotsiyalar. Endi maydonga tushdingiz, o'yin boshlandi. Shu o'zingizda mast bo'lib turgan daqiqalar bo'ldimi? O'sha bosimdan kelib chiqib, hayajondan hammasini o'ylab turib bo'ladi-yu odam xuddi kirishib olmayotgandek. Agar bo'lsa, o'sha qaysi vaziyatdan keyin yo'qqa chiqdi? Birinchi razminkaga chiqqan paytimiz bir 10 minut o'zimda bo'lmadim, to'g'risi. Chunki tasvirlab bera olmayman qanaqa emotsiya bu. Lekin xuddi kinoga tushib qolgandek bo'ldim. Lekin o'sha 10 minut, 15 minutdan keyin narsa o'tib ketdi. Lekin birinchi bo'limni agar xulosa qiladigan bo'lsak, maydonda eng tayyori endi o'z bo'lgansiz aytmayapman, sizdek tuyuldi. Chunki raqib bilsam o'sha qanotda o'ynagan Mohika ham yomon futbolchi emas. Mallorkada ko'rganmiz, La Ligada juda ko'p Real, Barselona futbolchilariga, Yamalga qarshi juda ko'p o'ynagan. Lekin u bilan xuddi u debyutant siz o'ynab yurgandek o'ynadingiz-da. Men shu atayin mana shunaqa kirishib ketish o'sha bosimni yengish uchunmidi yoki sezdingizmi baribir shunaqa o'ynamasa bu uchrashuvda bir natija qayd etish qiyin? O'sha o'yin boshlangandan keyin hamma emotsiya o'chiriladi. Hayajon, unaqa narsalar bo'lmadi. O'yinga tayyor edim chunki baribir men ham orzu qilib kutgan o'yin. Hozir o'zim yig'olmasam shuncha xalqimiz turibdi qarab, stadionda dadam ham kelgan, baribir yaxshi o'yin ko'rsatmasam bo'lmasdi. O'shaning uchun o'zim tayyor edim va u razminkadan keyin aytdim-ku, 10-15 minutdan keyin u hammani o'tib ketdi. Anaqa Farruh Sayfiyev bilan gaplashdim-da. Endi sizlarga qiyinroq bo'ldi. Boshidan o'sha hammasini o'tib keldinglar. Ular zaxiradan tushdi-yu, baribir o'tib ketdi u. Va u aytdiki, o'sha narsalar o'tib bo'lgandan keyin bizni tushgan payt bizni maza qilib o'ynadik. Ya'ni daraja, mana shu daraja, mana shu futbol deb o'ynadim dedi-da. Ya'ni menga kamlik qildi hatto dedi. Endi azartga kirganimda tugab qoldi o'yin deb aytdi. Shunaqa narsa ham bo'lgandir. Mana top darajadagi futbol to'g'ri qiyin, jismonan ham, ruhan ham, lekin o'sha narsalarni yengib o'tgandan keyin bir zavqi ham bo'lsa kerak, toplarga qarshi o'ynash. O'sha ikkinchi taymda o'sha futboldan zavqlanishni boshladi. Birinchi taymda ko'proq topsiz harakat qilganimiz uchun baribir u sal boshqacharoq futbol edi. Keyin uzoq vaqt gol ham o'tkazilmadi-yu. Shu ham baribir bitta stilda o'ynashga majbur qiladi-da. Baribir boshida o'sha 20 minut gol o'tkazmaslik muhim edi. Chunki ularda qo'shib ketadi, bizga naborat ta'sir qilishi mumkin. Lekin turib berdik, lekin oxirida baribir Luis Dias'da pasini ko'rgan bo'lsangiz, daraja baribir o'z so'zini aytdi. O'sha oxirida o'tkazib yuborganimiz ham baribir yomon bo'ldi. Birinchi taym. Birinchi taym. Endi o'zi shunga qarab borayotgandi-da. Undan oldin urolmadi-yu, yaxshi vaziyati bo'ldi. Luis Dias orqaga o'tdi-da, baribir taktik sal o'zgarishda bo'ldi. Lekin menimcha shunaqa narsa bo'ladimi? Ba'zi futbolchilar ham shunaqa dedi. Gol o'tkazmaslik uchun o'ynadi O'zbekiston, baribir boshidan. Ya'ni gol urish bor edi, lekin B plan bo'lib turadi. Gol o'tkazmaslik muhimligini aytib o'tdingiz. Bu uzoq 40 daqiqa normalda, baribir 40 daqiqa davom etgandan keyin gol o'tkazgandan keyin ana endi bo'ldi, o'ynaymiz degan narsa bo'ldimi? Yoki ikkinchi bo'limda futbolchilar almashgandan keyin bu narsa oshib ketdimi? Boshida 20 minut o'shanaqa bo'ldi, lekin undan keyin o'sha qolipga ozgina tushib qoldik deb o'ylayman. Jamoa bilan gol o'tkazmaslikka. Lekin o'sha birinchi gol ular urib bo'lgandan keyin baribir o'sha oldinga chiqish kerak. Bu narsa bir tomondan ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman, chunki o'zimizga kelib olishimizga, oldinga chiqishimizga yordam berdi. Birinchi taymdan keyin yana ikkita o'yinchi o'zgardi. Undan tashqari ham siz uchun ham ko'p o'zgarish bo'ldi. Ya'ni o'ng qanotdan chap qanotga o'tdingiz. Va balki o'sha Mohika bilan bog'liqmi, Munoz bilan bog'liqmi, ikkinchi taymda yanada ochildi o'yiningiz. Yoki o'zingizga komfortroqmi chap qanot? Endi chap qanot baribir o'zimga komfortroq, chunki yoshligimdan ko'proq chap qanotda yoki
o'rtada desatka rolda o'ynab kelganman. 10 krayiga mana shu oxirgi sezonda o'ynashni boshladim. Lekin baribir o'zimni baribir chap qanotda erkinroq his qilaman, chunki o'sha chap qanotda harakatlar avtomatik qilamanda. O'ng qanotda sal qiyinroq dribling bo'yicha ham o'shaning uchun yaxshi tomonga o'zgargani faqat o'sha o'zimni bemalolroq his qilishim bilan bog'liq deb o'ylayman. Golli vaziyat baribir qanotga daxldor emas, menimcha markazdan urildi. Menimcha davron o'sha golga ham o'tsa bo'ladi. Biz ko'p podkastlarda ham, sharhda ham ko'proq bitta urilgan bo'lsa ham, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deydi-yu. Juda sifatli amalga oshadi. Masalan, burchak zarbasidan kimdir urib qo'yganda, bu tarixiy gol yoki penaltidan urilganda, Olimpiadada penaltidan urgan kentik bo'lib qo'yadi. Ispaniya bilan zo'r o'ynalgan. Lekin baribir o'yindan urish va zo'r kombinatsiyani yakuniga yetkazish bu boshqacha zavq bo'lsa kerak. Chunki ideal bo'lib ketdi-da. Kolumbiya dunyodagi eng yaxshi markaz futbolchi. Chunki Lerma bilan uni juda maqtashadi. O'sha Crystal Palace'da ham o'ynaydi va markazni egallashga harakat qiladi Lorenzo. O'rganib chiqmasa kerak butunlay. Shu joydan kirildi-da. Hamma o'sha yerda ishtirok etgani, misol Otabekdan boshlandi, Eldor to'p sizmidingiz? Keyin kim berdi bu pas? Mazgovoy menimcha. Mazgovoy, keyin Dostonga. O'sha paytda borganingiz, kecha Davron bitta podkastda aytdi-da, o'sha IQ masalasida his qilib bordi deb. O'sha yerga o'zi nima olib bordi yoki instinktdan borib eslolsangiz-da, ya'ni men eslolmasa ham kerak-ku. Baribir instinkt olib boradi u yoqqa. Golni sezish. Agar u yoqqa bormasam, gol urish imkoniyatim nolga teng. Sizga oshirib qoladi deb o'ylaysizmi bunaqa Doston? Chunki avtomatik gol urmoqchi bo'lsangiz 16-ga yugurish shart. Bo'lmasam gol urish shansingiz nolga teng. O'tishga borgan yaxshi, chunki shansingiz ko'proq bo'ladi gol urishga. O'sha payt to'pni kelib qolgani ham baribir omadmi bilmadim. Lekin qanaqadir baxtli odam deb his qilaman o'zimda. Baribir tarixga kirganimdan. O'sha rekordlar bilan, rekordlar ham bari kuchlilarga kulib boqadi, mehnat natijasi. Bosh bilan o'yin. Mana ko'pchilik shu narsani e'tirof etyapti. 21-asrda bo'y jihatdan pastroq futbolchilar orasida siz rekord qo'ydingiz. Bosh bilan o'zi amaliyotda o'zingiz ustingizda ishlab turasizmi yo bar joyi kelsa bo'ladi yo bo'lmaydi degan tushunchami? O'zimda lekin unaqa bosh bilan zo'r o'ynaydi deb ayta olmayman, lekin kerakli moment, kerakli joyda bo'lib qolishim baribir yordam beradi. Chunki bosh bilan o'ynash uchun to'g'ri pozitsiya ham tanlash kerak. Muhim. Bo'ydan, chunki men bo'yim uzun emas-ku, zashniklardan qanaqadir ustun tomonim yo'q. O'shaning uchun o'zimga baribir ko'p futbol ko'raman. Почти hamma futbol o'tkazib yubormasdan ko'raman. Нападающийlarni o'rganaman-da. Qachon qayerga yugurishini. Bu ham yordam beradi. Yoningizdagi sheriklar ham ko'pincha bar chalg'atadi-yu, maxsus ushaladigan futbolchi bormi? Eldor ushaladi, yana boshqa bo'ydor futbolchilar. Gol urib ketgan golingizda ham sizga misol uchun aniq boshga shuna uradi-ku Ronaldolar. Unaqa past emasda, o'g'irlab ketilgan epizodlarda shuni ko'proq o'rgansangiz. Baribir bo'yim kichkina bo'lgani uchun himoyachilar unaqa 100% ham e'tibor bermaydi. Bunga emas, bunga e'tibor urib ketishi mumkin deb o'ylamaydi. Lekin bu narsani yaxshi tomoni ham bor ekan. Lekin главныйsi menimcha to'g'ri joy tanlash, vaqtida o'sha yerda bo'lish. Lekin tarixiy bo'ldi o'sha vaziyat. Xo'p, keyingi o'yinimiz Portugaliya bilan. Endi menimcha to'g'ri Ronaldo yo boshqa Vitinyalarga qarshi o'ynaladi-yu, lekin o'sha etapdan o'tib oldik menimcha. Xavotir etapidan deylik, ishonch. Men o'zimda ham shunaqa narsa bor, keyin ataylab o'rganib chiqdim. Ko'p hamkasblar videolarda aytayaptiki, yo Portugaliyaga qarshi yaxshi o'ynaymiz biz deb. Qanaqadir ishonch ortib ketdimi deyman. Sizlarda ham bormi shu? Baribir ishonch albatta ortdi, chunki o'zimiz birinchi o'yinda o'tkazib olgandan keyin o'zimizda his qilib ko'rdik. O'ynasak natijaga erisha olamiz. Portugaliyani ham o'yinini ko'rdik. Bu narsa yanada ko'proq ishonch berdi. Ularni o'yini ko'p. Ularni ham
ikkalasi ham baribir birgalikda. Masalan, Portugaliya kuchli jamoa, ikkinchi o'yinda qanaqa o'ynashini baribir bilmaymiz. Chunki baribir birinchi o'yin ochko yo'qotishdi. Menimcha oldinga borishsa kerak. Nabarat bizga bu qulaylik tug'dirishi ham mumkin. Hozir qanotda agar o'yin tomonda boshlaydigan bo'lsangiz, sizga qarshi dunyoning eng zo'r chap qanot himoyachilaridan biri, agar eng zo'r bo'lmasa qaysidir davrda o'ynaydi. Narigi tomonda oldinga chiqib ketadigan Cancelo bo'lsa kerak ko'p ehtimol. Chunki o'tgan gal shunaqa boshladida, Mendes bilan Cancelo boshlashdi. Menimcha chap qanot yaxshiroq bunaqa payt. Chunki o'z Barsani o'yinini yaxshi ko'rasiz-ku, Canceloni asosiy ishi Hojiakbar Aljonovga o'xshaydi. Uni asosiy funksiyalari oldinda ko'proq, himoyada unaqa zo'r emas. Endi unisini ko'ramiz. Baribir trener hal qiladi. Trener qo'ygan joyda men o'ynayveraman. O'yinda chapda bo'lsa ham yoki o'ngda bo'lsa ham u o'yinchini unaqa farqi yo'q. Baribir men o'zim uchun ham qiziq ularga qarshi o'ynab o'zimni sinab olish. Hammada yana shunaqa fikrlar bo'ldi. Abbosga yana takliflar ko'paygan bo'lsa kerak degan. Endi albatta bunaqa vaziyatda rasmiy takliflar bo'lmaydi. O'zingiz haqingizda shunaqa gaplar eshitmadingizmi? Mana bu klub qiziqdi, u klub qiziqdi. Yo'q, hali unaqa narsani eshitmadim. Chunki baribir Jahon chempionatida polniy konsentratsiya Jahon chempionatida. Keyin уже nima bo'lishini keyin Jahon chempionatidan keyin ko'ramiz. Yaxshi bo'lardi agar top chempionat top klubdan taklif tushsa. Baribir orzu bor. Orzuga yetish kerak. Ba'zi jihatlar tanqid ham qilinyapti. Masalan, o'sha standartlar deyilyapti va hatto shunaqa versiya borki, u yerda o'sha havo boshqacharoq bo'lgani uchun to'p ketib qoldi. Mana shu narsa his qilinmadimi? To'p boshqacharoq harakat qilinayotgan. Bu narsa ham ozgina baribir his qilindi. Chunki u darajada qattiq ketib qolishi mumkin emas-da. Chunki masalan agar bitta yoki ikkita vaziyatda bunaqa bo'lsa, tasodif bo'lishi mumkin. Ko'p vaziyatda bo'lgani uchun menimcha u ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Lekin baribir bu bahona emas, ko'proq ishlashimiz kerak. Otabek lekin men his qilmadim dedi. Endi Otabek bo'ldi-ku, men o'ziga yetdim-da. Shu narsa deyishyapti boshqa desam, his qilmadim dedi. Balkim o'sha jarima zarbalarini rostdan ham ishlash masalasida endi biz maslahat bera olmaymiz-ku, lekin ko'paytirish kerakmi ham deb o'yladik. Chunki Aziz o'ynagan paytda, G'aniyev o'ynagan paytda, uzr, siz aytsangiz, uzatmalari gol bo'ldi-da. Aniq tiniq bordi. Men bu agar bitta joyda bo'lgan bo'lsa ham mayli ekan. Gollandiya bilan ham bo'ldi jarima zarbasidan yaxshi tepmasdi. Boshqa joylarda ham burchak zarbalar bo'lmayapti. Bu tepalikdan tushdik-da. Shu joylarni hammasini xulosalab ishlanmayaptimi hamma degan gaplar ham bo'ldi. Men endi ishlanmayotgan bo'lmasa kerak dedim, lekin kuchaytirish kerakmi yoki shuni ustida boshlanadi. Bu narsa ishlanadi. Arbitra o'yindan oldin, lekin o'yinda ko'rindi baribir bu narsa ustida ko'proq ishlashimiz kerak. Chunki har bitta standart bitta shansda undan foydalanib o'yinda o'zgartirib yuborish mumkin. O'zimizni kamchiliklarimizni o'zimiz ko'rdik, buni ustida ishlaymiz. Rahmat suhbat uchun. Va bizni kuzatishda davom eting. Imkon qadar o'sha aktual mavzularda jamoamiz vakillari bilan muloqot qilishga harakat qilamiz. Rahmat e'tibor uchun. Rahmat.